Erkaklar, quloq soling. Agar sizni tez-tez peshobga chiqish, achishish, tomchilash va pastki sohadagi og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, bunga beparvo bo'lmang. Yechimi bor. Sedenachi Muxtor milliy brendidan Prostamix. Bu mahsulotni turkiyalik urolog Yunus Tur tavsiya qiladi va Prostamix 17 xil shifobaxsh giyoh jamlangan eng kuchli formula sanaladi. Jinsiy zaiflik bilan birga bepushtlikni oldini olishda yordam beradi. Bugun buyurtma bering va 50% chegirmadan foydalaning. Hoziroq qo'ng'iroq qiling 55 kodi bilan 503 2200. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. Donald Trump Ar-Riyodagi Qo'shma Shtatlarning elchixonasiga amalga oshirilgan hujumdan keyin News Nation agentligiga bergan intervyusida Eronga qarshi quruqlik amaliyoti boshlashi mumkinligini aytib, Tehronga yangi zarbalarni va'da qilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump zarurat tug'ilsa Eron hududiga quruqlik qo'shinlarini yuborish ehtimolini istisno etmasligini bildirgan. Uning aytishicha, agar zarur deb hisoblasa, to'liq ko'lamli urushga ham yo'l qo'yilishi mumkin. Ya'ni hozirgi harbiy operatsiyaga urush maqomi berilishi mumkin. News Nation'ning ma'lumotiga ko'ra, Washington uchun eng kutilmagan voqea Eronni Bahrayn, Iordaniya, Kuvayt, Qatar va Birlashgan Arab Amirliklaridagi nishonlarga bergan zarbalari bo'lgan. O'tib tushgani esa Eron qurolli kuchlari tomonidan Eron Kuvayt chegarasi yaqinida Amerika Qo'shma Shtatlarining zamonaviy F-15 qiruvchi samolyotini urib tushirilgani bo'ldi. News Nation'ga ko'ra, samolyot parchalari Kuvayt hududiga tushgan. Unutganlar uchun eslatma, bundan avval Amerika qiruvchi samolyoti so'nggi marta 27 yil oldin Kosovo urushi vaqtida urib tushirilgan edi. O'shanda Amerika Qo'shma Shtatlarining F-117 samolyoti Yugoslaviya kuchlari tomonidan Kosovo urushi chog'ida yo'q qilingan. Keyingi 10 yilliklar davomida esa harbiy aviatsiya sohasida katta texnologik taraqqiyot kuzatilganiga qaramay, Amerika Qo'shma Shtatlarining pilotli jangovar samolyoti urib tushirilgani haqida rasmiy ma'lumotlar bo'lgan emas. Biroq hozirgi holat kuchlar muvozanatiga va kelgusidagi urushlar hamda qurolli mojarolardagi texnologik hisob-kitoblarga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniq. Shuning uchun bo'lsa kerak, Trump mehmonxonalar va turar joy binolariga qilingan hujumlar mintaqadagi davlatlarni g'azablantirganini ta'kidlagan. Shu bilan birga u Amerika Qo'shma Shtatlarining ittifoqchilarini dengiz neft platformalari hamda Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar va Bahrayndagi xalqaro aeroportlarga berilgan zarbalar haqida ham og'iz ochgan. Trump shuningdek Eronga qarshi eng yirik zarbalar to'lqini hali oldinda ekanini aytgan. Arab davlatlar rahbarlari haqida esa ularni qat'iy va aqlli insonlar sifatida bilishini qo'shimcha qilib, ehtimol ular ham Eronga javob qaytarishni istashlari mumkinligiga ishora qildi. Eslatib o'tamiz, Eron Qo'shma Shtatlarni Yaqin Sharqdagi ittifoqchilarga 2-mart kuni 2 soatning ichida 100 dan ortiq zarba yo'llagan. Ammo Aramco kompaniyasi bundan mustasno. Aniqrog'i, Tehron Aramco kompaniyasining neft platformasiga hujum qilgan emas. Tasnim News agentligining xabariga ko'ra, Aramco neft obyektlariga qilingan hujum isroilliklar tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, bunda Isroil boshqa davlat bayrog'ini o'ziga niqob qilib hujum tashkil qilgan. Tasnim agentligining bildirishicha, Isroilning maqsadi Eronda fuqarolik obyektlariga qilingan hujumlar bilan bog'liq harakatlardan mintaqa davlatlari e'tiborini chalg'itishdir. Eron hech qanday yon berishlarsiz mintaqa hududidagi amerikaliklar va isroilliklarga tegishli barcha manfaatlar, obyektlar va inshootlarga zarba berilishini ochiq aytgan. Hozirga qadar ularning ko'pchiligiga zarbalar berildi, ammo Aramco obyektlari hali Eron hujumlari nishonlari qatoriga kirmadi. Tasnimning razvedka ma'lumotlari taqdim etgan ma'lumotlarga tayanib xabar berishicha, Birlashgan Arab Amirliklaridagi Fujayra porti ham Isroilning ishi hisoblanadi va port ham hali Eron nishonlari ro'yxatiga kiritilmadi. Eslatib o'tamiz, Al Jazeera agentligining ma'lum qilishicha, 3-martga o'tar kechasi Eronni Dubaydagi Qo'shma Shtatlar harbiy bazasiga bergan zarbasi natijasida 40 nafardan ortiq Amerika askari halok bo'lgan, 70 nafar
nafardan ortig'i esa jarohat olgan. Garchi Pentagon va Donald Trump bu ma'lumotlarni inkor qilishga urinsa-da, Amerika Qo'shma Shtatlarining birinchi raqamli xonimi, ya'ni Trumpning yostiqdoshi Melania Trump bundan keyin halok bo'lgan askarlar haqidagi ma'lumotlarni yashirishni istamadi. Fox News'ga ko'ra, Melania Trump Eron bilan mojaro chog'ida halok bo'lgan amerikalik harbiy xizmatchilar xotirasini Birlashgan Millatlar Tashkilotida yod etgan. U Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi yig'ilishiga raislik qilib, bu ishni amalga oshirgan. To'g'rirog'i, askarlar xotirasiga sukut saqlagan va qurbonlarni eslagan birinchi xonimga aylandi. Melania Trump o'z nutqida Yaqin Sharqda halok bo'lgan askarlarning oilalariga hamdardlik bildirib, yaralanganlarga tezroq sog'ayishini tilagan. Endi Eronning yangi javob zarbalari haqida qisqacha so'z yuritamiz. Mehr agentligining axborotiga ko'ra, Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi matbuot xizmati 3-martga o'tar kechasi dushman pozitsiyasiga qarshi yangi to'lqin zarbalari boshlanishini e'lon qilgan. Bunda Eron asosan Isroilni Beersheva, Galileya va Tel Aviv shaharlaridagi 20 dan ortiq nuqtani nishonga olgan. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.